أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي Kur'an-ı Kerim'de 1300 ayette kainat hakkında söyleydi Kur'an-ı Kerim'de. 1300 yerde. Qarindoshlar, hammamizga ma'lum, Qur'oni Karimda agar har qanday bir yerda bir oyat, bir buyruq ma'nosini o'z ichiga olgan bir oyat tilga ilinsa, mu'min darhol bu buyruqdan xuddi o'ziga nozil bo'layotgandek, bu buyruqdan xuddi farmon deb buyruq desa, labbay deb tizilib, podshoning oldida tizilib turganga o'xshash. Ashu Nerede Kur'an-ı Kerim'de bir buyruq ayeti tilga ilinsa, mu'min labbayka ya Rabbi, men bugün keyindin kildigan bu buyruq qaysi buyruqdi, men bunu icra qilay deb, uningdan bir buyruqni qanday qilishimiz kerak? O'zimizga o buyruqni o'zimizga erishimiz kerak. O'zimizga tushgan bir farmon ekanini deb bilishimiz kerak. Bu nayt tabiiy ish. Bir Qur'on-ı Kerimning har qanday yerda bir oyatda nahiy cheklimi tilga ilinsa, biz bu cheklimidan yenishimiz, yiroq turishimizni talab qildim. Buni taqozo qildim. Nerede Kur'an-ı Kerim'de bir nahiy cheklangan bir narsani o'qisak, bizdan nimani talab qildi, nimani taqozo qildi? Darhol shu cheklangan narsani yiroq turishimizni talab qildi. Buni taqozo qildi. Qur'oni Kerimda agarda har qanday bir yerda jannat ahlining holini sifatlagan bir oyatni o'qisak, bizdan nimani talab qiladi? Biz shu jannatga kirish uchun eng go'zal yaxshi amallarni qilib, harakat qilishimizni talab qiladi. Qur'oni Kerimning har qanday bir yerda bir agarda jahannam ahlining holini so'zlayotgan bir oyatni o'qisak, bizdan nimani talab qildi? Nimani taqozo qildi bizdan bu oyatlar? Biz shu jahannamga kirgan kishilarning holiga tushib qolmaslik, shularning holiga o'xshash bo'lib qolmaslik uchun, hattoki Rasulullohning hadisi so'zlagandek, yerim xurmichaqliq amallarimiz bilan bo'lsa-mu, shu jahannamdan qochish, shu jahannamdan saqlanib qolish uchun harakatga o'tishimizni, bir amal qilishimizni talab qiladi. Buni talab qildi. Qur'oni Kerimda nurg'un qissalar so'zlangan. İlgirki Allah subhanahu wa ta'ala halak qilib o'tgan qavmlarning qissasini o'qisak, bizdan nimani talab qildi? Hikoyami, tarixmi o'qib qo'yib o'tib ketilgan? Yo'q, balki Allah subhanahu bu yerdan har bir mu'mindan sen mu'min, sen shu Allah halak qilib o'tgan, shu halak qilingan shu qavm qilib qolgan amallardan, shu qavmga o'xshash insonlardan bo'lib qolishdan hazar aylab ularning amallarini, ular qilib qolgan shu amallardan yiroq kechish, ularga o'xshash bo'lib qolmaslik uchun bir ular ibrat elib bu qissalardan ibrat elishimizni, ularning ahvolidan, ular qilgan ishlardan yiroq turishimizni talab qiladi. Buni taqozo qildi Qur'oni Kerimdagi oyatlar. Xo'sh, bu yerda bir savol keladi-ki, xo'sh, Qur'oni Kerimda 1300 yerda koinotga ishorat qilgan, insonning yaratilishiga ishorat qilgan bu oyat tilga ilinibdi 1300 yerda. Bizdan nimani talab qildi bu? Yani bu shuna ishorat qilib o'tib ketishlar bilan ish tugamdi, ha? Bizdan nimani talab qildi bu ishorat qilingan narsalar? Ha? Bizdan mushu osmon zaminning yaratilishi haqida, bu mahluqotlar haqida, mushu koinot haqida tafakkur qilishimizni talab qildi bu qarindoshlar. Ha? Tafakkur qilishimizni. Shuning uchun oyatni yana bir qatim o'qiymanki qarindoshlar, yana bir qatim o'qiymizki, inna fi xalqis samawati val ardi va ixtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi xalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina azaban nar. Allahu akbar. Allahu akbar. Osman shaksizki osmonlarning va zaminning yaratilishida, kechi bilan kunduzning almashishida haqiqatan aql egalari uchun alomatlar bor dedi. Alomatlar. Allohning birlik borlig'ini, qudrat kamolatini ko'rsatgan alomatlar bor. Bu aql egalari shundoq kishilarki, ular Allohni o'ri turgan hollaridami, o'ltirgan hollaridami, yanchi yotgan hollaridami Allohni zikr qiladigan kishilardir. Zikr qiladigan mu'minlardir.
Ular osmonlarning va zaminning yoritilishida tafakkur qiladigan mu'minlardir. Tafakkur qiladigan, davomli tafakkurda bo'ladigan kishilardir. Va bu tafakkurning oxiri nima bo'ldi? Tabiiy holatda. Bu tafakkur qilgan inson qilib boqayli qarindoshlar. O'yinib boqayli, tafakkur qilib boqayli. Tabiiy holatda, ixtiyorsiz holatda biz Rabbimizga shunday deymiz. Ya Rabbim, sen buni bekordan bekor yaratding. Sen nima degan ulug'san ey Rabbim? Deb buni inson ixtiyorsiz deb soldi agar tafakkur qilgan bo'lsa. U mu'minlar, u aql egalari shunday kishilarga tafakkur qilgandan keyin, ya Rabbim, sen buni bekordan bekor yaratmading. Sen poktursan. Bizni jahannam azobidan bizni saqlag'in deb shunday duo qiladi. كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد الذي